Qizil loviyalardan to'yimli va mazali ovqat tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib loviyalarni iliq suvga yuvib qo'yamiz. Kamida 2-3 soatga. So'ng suvlarini tozalab, ko'proq suv qo'yib qaynatishga qo'yamiz. Ovqatimizning sabzavotlarini to'g'rashni boshlaymiz. Sabzilarni shu shaklda, kartoshkalarni ham sal kattaroq shaklda to'g'ra. Men bitta svetofor bolgarskiy qo'shdim. Sizlar xohlasanglar ko'proq qo'shsanglar ham bo'ladi. Uni ham kattaroq shaklda to'g'rab, baqlajonimizni ham to'g'rab olamiz. Go'sht, piyozlarimizni ham shu shaklda to'g'rab olib, qozonimizga yog' qo'yib, piyozimizni tillaranga kirguncha qovurib olamiz. Ketidan go'shtni qovurishni boshlaymiz. Go'sht qovurayotganda tuzni va pripravalarni hammasini solib qovurishinglarni maslahat beraman. Shunda ovqatinglar mazaliroq chiqadi. Yaxshilab qovurib olib, menda lag'mon uchun shunaqa yopilgan bonkamiz bor ekan. Shundan soldim va qizilcha soldim. Sizlar xohlasanglar pomidor solsanglar ham bo'ladi. Sochli chiqadi, shirin chiqadi. Ketma-ketlikda sabzavotlarimizni solib, yaxshilab qovurishni boshlaymiz. Eng oxirida baqlajonimizni solib, 1-2 aralashtirib, ustidan 1,5 stakan issiq suv quyib, past olovda dimlab qo'yamiz. Orada loviyalarimiz ham pishdi. Ustidan suv quyib, suvlarini tozalab, to'kib olamiz va loviyalarimiz ham tayyor. 1 soatcha dimlangan sabzavotlarimizni ustidan loviyalarimizni solamiz. Ta'mlari bir-biriga birikkishi uchun miltillatib, pastroq olovda qaynatib qo'yaman. Agar sizlar xohlasanglar, kamroq qaynatsanglar ham bo'ladi. Shunda sabzavotlari ezilmasdan sochni chiroyli bo'lib chiqadi. Rosa ham to'yimli bo'ladi va mazali bo'ladi. Bunaqa ovqatni kamdan kam yeb ko'rgansizlar. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Yoqimli ishtaha.